Shahzod! Voy Shahzod! Qolibdi to'g'ri qo'y. Baho nima qilyapsan? Yordamlash akalaringga yordamlash. Shahzod! Ha, nima deysan? Mana qara, nima topib oldim. O, maktabdagi rasmimizmi? Mana jemperlichi maktab bitirguncha kiygansan, esingdami? Zato bo'yim uzun bo'lgansan-da, tushundingmi? Lekinchi yomon chayir bola eding, esingdami? Parallel sinfli bolalarni taqillatib tashlaganing bor, ko'zim moldan ketmaydi. Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Bolalikdagi orzularim esingdami? Esimda? Boy bo'lamiz, qo'shni bo'lamiz, o'sha 4 ta mashinalarni taxlab qo'yib, shopirlarimiz bo'ladi, bizneslarimiz bo'ladi degandik. Qani o'shalar? Velosipedim ham yo'q hozir. Ya, unaqa dema. To'g'risi-da, o'rta bolalikdagi orzu bolalikda qolib ketdi shundayligicha. Hech nimaga erishmadik-ku. Xato qildik, o'rta. Sen hozir nolyapsanmi? A nima? Qara ishlayotgan joyimizni. Changga botib qurilishda oddiy ishchi bo'lib, kimlarnidir qo'lida ishlab yuramiz. Shuni orzuyimiz bizani? Vo, biz endi 25 ga to'ldik. Hayotimiz endi boshlandi, o'rtoq. Sen bilan meni yoshimni bilasan, uncha-munchasi hali nimadir qila olmadi. Mana nechasi qamalib ketdi. Baho sinfdoshi, dori bilan tushdi, to'g'rimi? Anvarchi o'rtoq 10 yildan beri choy sohasida ishlaydi. 10 yil deganda o'zini eplab oldi, oyna. Biz bo'tga ishga kirganimizga 2 yil bo'ldi-ku. Zato shu yoshimizda biz ota-onamizning xizmatini qilib, duosini olyapmiz. Xafa bo'ldim sendan. Yo'q, xafa bo'lma, o'rtoq. To'g'risi ham-da. O'rtoq bo'ladi hammasi. Shu uyni ham olamiz, uchastka ham quramiz, mashinalarimiz ham bo'ladi. Nolishingni qara. Boya qatta xato qilamiz ding-ku. Mana shu nolishni boshlagan kuningdan boshlab xato qilgansan sen. Sen hozir bitta katta kompaniyani brigadirisan. Men seni ishchimman, o'rtoq. Men senga havas qilmayman, sen gapirayotgan gapingni qara. Bo'pti, obed bo'ldi tusharsan. Men uni xursand qilaman deb chiqsam, u gapirayotgan gapini qara. Beg'ubor bo'lasan-da, o'rtoq.